Salom. Bugun Yerga xavf soladigan asteroidlar haqida gaplashamiz. 2013-yilda kichik kometa atmosferamizga sekundiga 19 km tezlikda kirib kelgan edi. Kirish paytida olovli koptokka o'xshab yonishni boshladi. U Rossiyaning Chelyabinsk shahridan 30 km yuqorida portladi. Ovoz to'lqinining kuchi ba'zi binolarni shikastladi, hattoki deraza oynalarini sindirib yubordi. 1500 ta odam singan oyna siniqlari tufayli jarohat oldi. Olimlar ushbu kometada Xirosimaga tashlangan atom bombasidan 20-30 marta ko'proq energiya bo'lgani va u atiga 20 metrlik tosh bo'lganini aniqlashdi. Astronomlarning fikricha, Yerga tahdid soladigan 20 metrdan 100 metrgacha kattalikda bo'lgan asteroidlar soni 4700 taga yetar ekan. Agar 20 metrlik asteroid shuncha ziyon yetkazgan bo'lsa, 100 metrlik asteroidni tasavvur qilavering. NASA bu xavfni juda yaxshi tushunadi va bu xavf ustida ancha vaqtdan beri bosh qotirmoqda. 2018-yilda NASA DART nomli missiya ustida ishlashni boshladi. Missiyaning vazifasi Yer tomon uchib kelayotgan asteroidga raketaga o'xshash qurilma uchirib, unga zarba berish va uni yo'nalishini o'zgartirish hisoblanadi. DART missiyasi 2021-yil 24-noyabrda test rejimida ishga tushirildi. Qurilma sekundiga 6,6 km tezlikda 11,265,000 kilometrni bir oy vaqt davomida bosib o'tib, asteroidga borib urildi. Zarba asteroidni orbitasini biroz o'zgartirishi kerak edi va asteroidning Yerga tahdidi yo'q qilindi.